Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Biz shukr qiladigan eng katta narsa bor. Shuni biz juda kam eslaymiz. Biz musulmon bo'lganimizga shukr qilishimiz kerak. Rost, chin shukr qilgan odam endi Alloh meni musulmon qildi. Shuni dini uchun xizmat qilay deydigan odam bo'ladi. Agar u rostdan ham musulmon bo'lgan bo'lsa, shukr qiladigan bo'lsa, bu Allohga jonini tikadi. Hech qanday boshqa zolimni jazosidan qo'rqmaydi. Qo'rqish faqat Allohdan, umid qilish faqat Allohdan bo'ladi. Bu musulmon bo'lish juda katta baxt. Mana o'zimizni boshqalarga solishtirib ko'raylik-da, g'ayridinlarga. Ularda eng zo'ri hozirgi mahalda Elon Musk degan. Shuni hozir 500 milliard puli bor ekan. 1 kilo oltin hozir 50 ming dollar turar ekan. Uni 500 milliard puli bor ekan. U degani 5000 tonna, 5000 deb o'ylab ko'rlar, bir tonnani o'ylab ko'rlar. Shundan 5000 ta tillaga pul kuchi yetar ekan. Shu odam bu dunyoda ham baxtsiz bo'ldi, u dunyoda ham. Bu dunyoda baxtsiz bo'lgani bor yo'q bitta o'g'li bor ekan. O'g'li o'zini operatsiya qilib qiz bola bo'libdi. O'sha odam dod deyapti. Men o'g'lim men uchun o'ldi endi deyapti. Qarang. Nimaga uni o'g'li shuni qilib qolsa, u o'zi xudosiz ekan, ateist ekan. Kecha yaqinda undan so'radi. Siz Xudoga ishonasizmi dedi, Allohga emas, Xudoga deyapti. Hatto buni nima deydi? O'sha xristianlarda diniga. Men ishonmayman deyapti. Qarang. O'sha odam bilan bizni solishtirib ko'ring. Bizning iymonimiz bor. Bu dunyo qisqa dunyo. Tezda o'tib ketamiz. To'g'ri, qiyinchilik bo'ladi, yomon nima bo'lardi, bir azoblar kelib qolishi mumkin, mana kofirdan, tog'utdan. Har xil kasalliklar bor. Lekin bu umr 70-80 yil, 90 ga chiqqanlar 90 tadan bittasi chiqadi. Shunday bo'lgandan keyin bu yerdagi qiyinchiliklar birpasda o'tib ketadi. Endi u yoqdachi endi shu biz Allohga rostdan ishongan bo'lsak, endi nimaga shu 60-70 ana 80 yil umrimizni Alloh uchun sarf qilib yormaymiz, Alloh uchun berib yormaymiz. Bir nohaqlikni ko'rayotganda, Allohga isyon qilayotganlar boshimizni turganda nimaga unga qarshi bunday bir gapirmaymiz? Yo'q, Alloh bizni yaratganda ham mana shu 8 milliard odam bor ekan mana hozir. Shundan bor yo'g'i 20% 5 dan biri musulmon ekan. Qolgani kofir ekan. Mana bizga beribdi. Alloh o'zingga shukr. Meni o'sha kofirlardan qilib qo'ymabsan deb turib, shunga albatta odam nimaga inson, musulmon, rost musulmon bo'lsa, o'shaning uchun jonini berishga tayyor bo'lardi. Hozir jonini emas, molini ham hariga bir ayaydigan. Shu ziyon bo'lib qolarmikin deb, mana shu tog'utga xizmat qiladigan bo'lib qolyapti. Endi o'sha bilan qarab ko'ringlar shuni. 5000 tonna tillasi bor odamdan bizni oliy qilib qo'yibdi. Undan milliard marta ortiq oliy qilib qo'yibdi. Sababi u bor yo'g'i yana yashasa, o'sha 80-90 yil yashab turib, u yog'i qabrda azob, undan u yog'i abadiy do'zax. Endi shunga shukr qilmagan odam qilib Alloh yo'lida mana u shu haqiqatni gapirib, odamlarga Allohning dinini yetkazib, boshimizdagi tog'otlarni ular Allohning dushmanligini yetkazmay turish, demak bu Allohning bergan ne'matiga shukr qilmaslik bo'ldi. Buning uchun albatta Allohning oldiga borganda Alloh men seni musulmon qilib yaratdim. Shukr qildingmi deganda ha deydigan bo'lsa, bo'lmasa nimaga shukr qilsang?
Shu bor yo'g'i 70-80 yil yashagan, bu ham ko'payib ketsa bo'lmasa hozir ko'ryapsizlar, 30-40 ta qanchasi ketyapti. Shuni sarfladimmi deyin desa nima deysizlar? Nima uchun boshimizda bilan turgan zolimlar meni 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqarganda indamading? Ha bo'pti, indamabsan ham. Nega hech bo'lmasa o'shanga qalbingda nafrat bo'lmadi? O'sha bilan ularga shuni qonunni to'g'ri deding, o'shanga bo'ysunding. Kim dinda oli qilaman deganlarga dushman bo'lding deb turib do'zaxga uloqtiradi. Shuning uchun odamlar hozirgi mahalda mana Karim o'lib ketdi. Hozir ham video chiqaradigan bo'lsa, o'shani rosa maqtashyapti, joningiz jannatda bo'lsin deyapti. Bu bo'lmasa Allohning eng katta dushmani bo'lgan edi. Shuning uchun endi hali ham bo'lsa kech bo'lmasa, kech bo'lmaydi Allohda. O'sha qachon tavba qilsang Alloh kechiraman degan. Shunga Allohdan tavba qilaylik. Mana Qur'onda o'zbekchasi bor, Xudoga shukr. O'qib, o'shanda nima qilish kerakligini shukr qiladigan odam o'rganaylik, shunga amal qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.